Hozirgi davrda bosh og'riq muammosi juda ham dolzarb bo'lib turgani uchun bugun hozir shu sabablarini va shuni muolajasini ko'rib chiqamiz. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Meni ismim G'oyib Said Qobil. 4 yildan beri kinezologiya sohasida ishlayman. Tajribam bor 4 yillik. Karimov klinikasida o'zim faoliyatimni olib boraman. 4 yillik tajribam bor. Bugungi mavzuimiz bosh og'rig'i, uni sabablari va uni yechimlari haqida gaplashamiz. Bosh og'riq sababi asosiysi bu birinchi bosimdan bo'lishi mumkin. Davleniya deymiz, o'sha bosim oshish hisobiga ham bosh og'riydi. Endi bosim nimaga oshdi degan savol tug'iladi. Uni ham sabablari juda ham ko'p. Bo'yin qismida misol uchun bitta sababi bo'yin qismida nerv tomirlari, qon tomirlari siqilish hisobiga ham bo'lishi mumkin. Poзвоночникda umurtqa pog'onasi смещение hisobiga, bo'yin qismidagi mushaklarni, укорочение deymiz, qisqarish hisobiga qon tomirlari, nerv tomirlariga ham ta'sir qiladi, siqiladi va davleniyaning oshishiga sabab bo'ladi. Bitta sababi. Yana asosiy sabablardan travma bo'lishi mumkin. Yaqin kunda yiqilgan, qanaqadir olgan travma bo'lmasa ham, yoshlikda olgan travmalar ham vaqt o'tishi bilan o'zini bildiradi. Shuni hisobiga ham bo'lishi mumkin. Bosh og'rig'ining sabablar. Oddiy keyin shamollash, burun, gaymarin, shular ham bosh og'rig'iga sabab bo'ladi. Tishli muammolar ham bosh og'rig'iga sabab bo'lishi mumkin. Jag'dagi muammolar. Buning sabablari juda ham ko'p. Asosiy sabablari shu. Endi bosim deydigan bo'lsa, davleniya bo'yin qismidagi mushaklarni qisqargan, укорочение bo'lib qolgan mushaklarni normal holatga olib keltirish hisobiga sirkulyatsiya yaxshilangan hisobiga, qon aylanishi yaxshilangan hisobiga bosh og'rig'i kamayadi. Bosh og'rig'i ketishi mumkin. Uni albatta oldin mutaxassis ko'rigida kinezologlarga borsangiz, mana bizga Karimov klinikasiga kelsangiz, bizlar mutaxassislar testlar orqali aniqlaydi. Mushak hisobiga og'riyaptimi bosh, travma hisobiga nimadanligini aniqlab turib, shunga qarab lecheniyalar, muolajalar qilinadi. Migren deyiladi. Jag' qismida deganimda o'sha jag' qismidan o'tgan uch boshli nervlar siqilish hisobiga bosh og'rig'i beradi. Ko'pchilik bu narsaga e'tibor bermaydi. Har xil dorilar, har xil ukollar, har xil lecheniyalar qiladi, lekin effekt bo'lmaydi. Davleniyasi ham ko'tarilmagan, lekin bosh og'rig'i ketmaydi. Shu uch boshli nerv jag' qismida siqilish, mushaklarni tortish, укорочение hisobiga nervlarni ezib qo'yadi. Bu ham boshga og'riq beradi. Ko'p dorilar bunga ta'sir qilmaydi. O'sha mushakni normal holatga olib kelmaguncha bosh og'riq ketmaydi. Keyin bo'yin qismida churriya deymiz. Grija poзвоночникlarning смещениялari, bular ham bosh og'rig'iga olib kelishi mumkin. Bunga asosiy sabab noto'g'ri yotishdan, baland yostiqda yotishdan, qorinda yotishdan, shu sabablar yoki kun davomida qiyshiq o'tirishdan mana shular asosiy sabab bo'ladi. Bosh og'rig'ining sabablarini ko'rib chiqdik. Davleniyaning hisobiga yoki qon tomirlarining siqilishi, mushaklarni укорочение qisqarib, qon tomirlarini siqib qo'yish hisobiga, nervlarning siqilish hisobiga ham bo'lishi mumkin. Bunga asosiy sabablardan hozirgi kunda o'sha kompyuterda yoki telefonda uzoq vaqt o'tirishlikdan, qiyshiq, noto'g'ri, noqulay o'tirib siqilishlikdan yoki yotib olib yon boshlab uzoq vaqt televizor ko'rishlikdan, shular ham sabab bo'ladi. Endi bu to'g'ri, ko'pchilik hozir kompyuterda ishi, telefonda ishi, bu siz noiloj. Shu bilan hayot ham nafas deydi, ham nafas. Birga olib borish kerak. Lekin shu bilan birga shularni og'riqlarni kamaytirish, ketqizish, смещениyalarni to'g'irlash maqsadida gimnastikalar deymiz. Shu gimnastika, zaryadkalar qilib turish kerak. Bo'yin mashqlari albatta shularni qilish kerak. Uzoq vaqt o'tirishdan o'zini saqlash kerak, tiyish kerak. Ya'ni qanaqa o'tirganda orada har yarim soatdami uzoq 1 soatda turib yengil mashqlar qilib turish kerak. Shu mashqlarni bizning klinikaga, Karimov klinikasiga kelsanglar, shu yerda batafsil ko'rib chiqiladi, sizga mos bo'lgan mashqlar beriladi. Shularni qilish kerak. Shu muammolarni ketish uchun asosiy shu mashqlarni inson o'ziga bir vazifa qilib olishi kerak. Ertalab turganda o'zini ustida ishlash kerak. Bizda ko'pchilikda dangasamiz, mashqlar qiyimiz kelmaydi, lekin shu muammolarni hech qanaqa o'zimizdan qiynamasdan yo'q qilishni xohlaymiz. Bu juda qiyin narsa.
bo'lmaydigan narsa desa ham bo'ladi. Undan ko'ra bitta dori ichib qo'yaman yoki bitta ukol olib qo'yaman deydi. Bu vaqtincha. Eng yaxshisi o'sha o'zini ustida odam ishlashi kerak, dangasalikni yig'ishtirish kerak, o'ziga bir vazifa kundalik. Ertalab turganda mana bunaqa o'zimga yarim soat vaqt ajrataman, 15 minut, yarim soat ajrataman, shu mashqlarni qilaman degan vazifa bo'lishi kerak insonda. Obed payti, kechki payt o'zini ustida ozgina mana shunaqa mashqlarni qilish kerak, harakatlar qilish kerak. Shunda shu bosh og'riqlar kamayadi, ketadi xudo xolasa. Bo'yin siqilishlari, qon tomiri siqilishlari, nerv siqilishlariga ketadi. Eng yaxshi muolaja bu harakat. O'sha o'zini mashqlari bor. Shu mashqlar belgilanadi, ko'rsatiladi, o'rgatiladi. Shu mashqlar qilish kerak. Davnay gimnastika Norbekova deydi. Eng oddiy, qulay, hammaga dostupniy deydi ruchasiga yetganda. YouTube'ga kiriladi. YouTube'ga kirganingizda Mirzakarim Norbekov mashqlari bor. Sustavnaya gimnastika Norbekova deb yozsangiz yoki o'zbekchasiga hayot uchun muhim mashqlar deb yozsangiz o'zbekcha varianti chiqadi. O'shanga kirasiz YouTube'da Sustavnaya gimnastika Norbekova. Polniy versiya deb yozib qo'ygan qo'z tegida ichida 43 minut bor. Shu 43 minutda 10 minutini o'zlari gapiradilar Mirzakarim Norbekov. Keyin yarim soatlik gimnastikani ko'rsatadilar. U yerda umumiy sustavlarga, bo'g'imlarga va asosiysi umurtqa pog'onaga bo'yindan tortib belgacha bo'lgan o'sha umurtqa pog'onalarining harakatini yaxshilaydigan, nervlarni bo'shashtiradigan, nerv siqishlarini bo'shashtiradigan yaxshi mashqlar bor. Ertalab inson turganda o'ziga ketsa bir yarim soat maksimum vaqti ketadi. Shuni o'ziga odat qilishini tavsiya beraman hammaga. Chunki shu bilan hozir shug'ullanishlik juda ham inson uchun foydali. Chunki hamma kompyuter, telefonlar bilan mashg'ul qiyshiq o'tiradi, siqilish, smishение, baribir nagruzka beramiz organizmimizga. Har xil holatlarga, kasalliklarga, disfunksiyalarga olib keladi. Shularni ketkizish uchun oddiy profilaktika. Odam faqat shunga qunt qilish kerak, o'zi uchun vaqt ajratish kerak, dangasalikni chetga surib qo'yish kerak va shu bilan shug'ullanish kerak. Shu bilan shug'ullansa, o'zi misol uchun yarim soatlik gimnastika bo'lsa, o'zi yoshi o'tganlar to'liq qila olmasligi mumkin. O'zi qila oladigan mashqlarni ichidan olib qilish kerak. Asosiy mana shu kompyuterda, telefonda o'tirganimda bukur bo'lib o'tirib qolishi ketkazadigan mashqlardan bittasini ko'rsataman. Bunga mana devorga turib olamiz, oyog'imiz ozgina devordan qochadi va ikkita tirsagimizni devorga tiraladi. Qo'limiz bunaqasiga 90 gradus va bunaqasiga ham 90 gradus bo'lishi kerak. Mana bunaqa turish kerak emas yoki bundoq turish kerak emas. 90 gradus holatda badanimiz devorga yopishgan holatda tayanchni tirsakga beramiz. Ya'ni upori tirsakga bergan holda butun badanimiz bilan oldinga harakat qilamiz. Maksimal oldiga, orqaga. Mana shu holatda 10 tadan ertalab, obedda va kechqurun qilishni tavsiya beraman. Orqadagi mishtalarni norma holatiga ushlab turishga yordam beradi. Bu birinchisi. Ikkinchisi murakkabroq. Mana bu holatda qo'limiz butun orqa qismi bilan devorga yopishgan holatda badanimiz oldiga qarab harakat qiladi. Oldiga, orqaga, devordan qochish kerak. Maksimal qo'limiz devorga yopishib turadi. Ikkinchisi shu. Buni ham maksimalni 10 tadan ertalab, obedda va kechqurun qilishni tavsiya beraman. Shunda mana orqa tomondagi mishtalarni tonusda ushlashga yordam beradi. Mana oldiga kelib atrofga yer siqmaslikka yordam beradi. Yaxshi mashqlardan bittasi. Erkak ayollarga ham bir xil foyda beradi bu. Yuqoridagi tavsiyalarni, mashqlarni, gimnastikalarni bajarishinglarni so'rab qolaman. Chunki bu o'zimizga foyda. Birinchidan kasal bo'lib ketishdan oldin bu mashqlar bilan, gimnastika bilan o'zimizning organizmimizni tiklaymiz. Chunki kuni bo'yi har xil ishlar qilamiz, stressli bo'ladi. Bular bo'lmasa narsalarni yeymiz, ichamiz, organizmga bu ta'sir qiladi, stress bo'ladi, nagruzka bo'ladi. Bu mashqlar bilan biz bilan tiklashga yordam beramiz. Yuqoridagi mavzu bo'yicha savolinglar, fikringlar bo'lsa, kommentariyada o'zingizlarning fikringlarni bildirib qolishinglarni so'rab qolamiz. Mavzuyimiz, mana shu suhbatimiz yoqqan bo'lsa, like bosib, qo'llab-quvvatlashingizni so'raymiz. O'zingizlarda qanaqadir savollar yoki qanaqadir yana boshqa muammolar bo'lsa berishingiz mumkin. Kelasi suhbatlarimizda batafsil sizlarga yetishni ochiq oydin ko'rsatishga harakat qilamiz.